Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmunlarına göz atayıq. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Amerika Kengaş Palatasının Uyğur siyasəti qanununu tezdən ma'qullashini talab qildi. Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi'nin muavin reisi Yaşar Yıldırım'a Cumhur Reisi Məmtimin Əla'nın məktubu sunuldu. Xitay Tashqi ishlar ministrligi Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning birlashib tashqi besimga qarshi turishni talab qilgan. Sharq Turkiston surgunda hukumatı 24 may kuni Amerika Kengash palatasining Uyg'ur siyosati qonunini tezdan ma'qullashini talab qildi. Bu orqali qonunning millat vakili Yon Kim tarafidan o'tirg'a qo'yilgan 2024-yili 2-oyning 15-kuni qabul qilingan Majlis Davom palatasi nusxasi bilan uyg'un bo'lishi talab qilinadi. Şərq Türkistan xalqı 1997 yıldan başlap mushundaq bir tutumni qo'g'lashib, Amerikaning siyosatida Tibet bilan o'xshashlikni talab qilmoqda. 2024-yili 2-oyning 20-kuni Şərq Türkistan surgunda hukumatı muaziratdagi 60 dan ortiq tashkilotga rahbarlik qilib, qurultayga birlashma xat sunib, Şərq Türkistonni Xitoyning mustamlikasiga uchragan ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishni talab qilgan Uyg'ur siyosati qonunini ma'qullashni talab qildi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudoyor əfəndi biz Amerika Kengash palatasının tez və keskin hərəkət qo'llanishini talab qilamiz. Uyg'ur siyosati qonuni faqat bir qonun emas, u Xitoyning Şərq Turkistondagi rəhimsiz ishg'oliyati ostida azob-uqubat chekayotgan millionlagan kishilarning hayotlik yo'li dedi. Amerika Kengash palatasının Tibetni hal qilish qonunini yaqinda ma'qullashi Şərq Turkiston bilan Tibet xalqiga umid ato qildi. Amerikaning siyosatida uning Şərq Türkistan bilan Tibetga tutgan pozitsiyasi o'rtasida aniq mos kelmaslik mavjud. Şərq Türkistan sürgündə hukumatı Uyg'ur siyosati qonunining ma'qullanishiga qo'shib, Tibet hal qilish qonuniga o'xshash Şərq Türkistan hal qilish qonun loyihasini tezdan o'tirg'a qo'yish va ma'qullashni talab qildi. Bu xil qonun Amerikaning Şərq Turkistondagi insoniy krizisning tub sabablarini hal qilish va'dasini kuchaytirib, Şərq Turkiston xalqining adolat va tashqi o'z taqdirini o'zi belgilashni qo'llaydi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti yana Amerika hökumətini Xitay hökuməti və Xitay Kompartiyası tarqatqan Şərq Türkistan haqqındakı xata təşviqatlarga qarşı turishqa chaqirdi. Bu Şərq Türkistan haqqındakı Xitayning tarixiy bayonlarini tuzitish, Xitay qo'yib bergan Şinjan degan nomni qo'llanmay Şərq Türkistan degan nomni qo'llanishni o'z ichiga oladi. Şərq Türkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning tub sababini hal qilishning ta'xirsizligiga sal qarashqa bo'lmaydi. Xitoyning mustamlikasi va ishg'oliyati bu krizisning yadrosi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Amerika parlamentini Amerikaning Tibetga qaratgan siyosatiga o'xshash Şərq Türkistanning ishg'ol qilingan davlat salohiyatini e'tirof qiladigan qarorni o'tirg'a qo'yishi va ma'qullashini talab qildi. Şərq Türkistan sürgündə hökumatining Cumhur Reisi Dr. Məmtimin Əla əfəndi Amerika parlamenti xalqaro jamiyatni adolat, kishilik huquq va o'z taqdirini o'zi belgilashga yetaklaydigan tarixiy fursatiga ega bo'lib, Uyg'ur siyosati qonunini ma'qullab, Şərq Türkistanning qiyinchiligini to'nib yetish orqali davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni tugatishga yordam bera oladi hamda asr davlatlar qonuniga o'xshash Amerikaning hozirgi siyosatiga asosan bizning erkinlik va o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash tirishchanligimizni qo'llaydi dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti yanıla Şərq Türkistan xalqining huquqi va erkinligini qo'g'dashni tashabbus qiladi. Ularning ovozini anglitishni, xalqaro sahnalarda ularning qiyinchiligining hal qilinishi uchun armay-talmay ishlashni davomlashtirdi. Şərq Türkistan sürgündə hökumatining axborot, uchur va aloqa komiteti xodimi, Turkiyada turishliq millat vakili Fatma Gulchaqan 22-may kuni Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi muavin raisi Yaşar Yıldırım əfəndi bilan ko'rishib, tajovuzchi Xitoyning Şərq Türkistonni besib olib, xalqiga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik vahshatining yildan yilga kuchayayotganligini, insonlarning jazo lagerlari va turmalarda qattiq azob-uqubat chekayotganligini, hatto o'layotganligini, Turkiyaning zulmga qarshi yetarlik ovoz chiqarmayotganligini, Turkiya Buyuk Millat Majlisiga sunilgan irqiy qirg'inchilikni tonish va ayblash taklifining rad qilinganligidan norozi bo'lganligini, Şərq Türkistan xalqining haq-huquqlariga erishadigan birdan-bir yo'lning Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini, Şərq Türkistan xalqining mustaqillik uchun adoqqicha kurash qilish irodasini anglatdi va Turkiya hukumatidan mustaqillik ko'rishiga yordam berishni talab qilganligini aytdi. Oxirida Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgündə hökumatining Cumhur Reisi Dr. Məmtimin Əla əfəndining Milliyetçi Hareket Partisi Reisi Davlat Bağçılığı yozgan xətini va Şərq Türkistanning xaritasini topshirdi.
Hatda Sharq Turkiston xalqining Milliyetçi Hərəkət Partiyasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'de Xitayning işğal ostidagi Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish va ayblash to'g'risidagi taklifga qarshi chiqqanligidan umidsizlanganligi va qayg'urganligi bayon qilindi. Xitoy xuddi boshqa ellarni taraqqiy qildirib qo'yayotgandek vaziyat shakllantirish orqali o'zini qo'g'dash, foydalanish fursatini yaratmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning birlashib tashqi besimga qarshi turishini talab qilgan. Daryo xabar torining 23 may kunidagi xabarda aytilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi 21 may kuni Ostonada o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari kengashi yig'inida Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zolari orasida hamkorlik va strategik avtonomiyani saqlab qolishning zarurligi va ahamiyatini ta'kidlagan. Yer shari vaqt gazetining xabariga qaraganda, Wang Yi 5-oyning 21 kuni rayonni jug'rafiyalik siyosiy sahnaga aylantirmoqchi bo'lgan tashqi kuchlardan ogohlantirgan va Shanxay hamkorlik tashkiloti ichidagi bexatarlik hamkorlikni davomlashtirish kerakligini ta'kidlagan. Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi Wang Yi yana yer sharidagi davolg'ishda bir qism davlatlarning zo'mgarlikni qo'g'lashib, kichik guruhlar tashkillab, aralashib olish va besim ishlatish orqali munosabatlarni buzganligini, davlatlarning strategik avtonomiyasini bostirish va yangidan gullanyotgan bozor va taraqqiy qilayotgan davlatlarning avtonomiyasiga tahdid solish uchun rayondagi terrorlik, bo'lginchilik va diniy oshqo'liqdan iborat 3 xil kuchga yordam qilayotganligini ko'rsatgan. Wang bu rayonning bexatarlik harakatlantirgich kuchini o'rtaq, atrofliq, hamkorlik, sijil tirish bilan xarakterlantirish kerakligini ta'kidlagan. Vakillar umiki rahbarlari xalqaro va rayonlik masalalar, bexatarlik masalasi va Shanxay hamkorlik tashkiloti ichidagi siyosiy, savdo, iqtisod, madaniyat va insonparvarlik sohalaridagi hamkorlikni ilgari surish qatorliq ko'z qarashlarni o'rtoqlashgan. Siyosiy, diplomatik, savdo, iqtisod, madaniyat va insonparvarlik sohalaridagi ko'p tarafli hamkorlikqa munosabatlik 21 qarorga imzo qo'ygan. Yig'inda 2024 yili 7-oyning 3-kunidan 4-kunigacha o'tkazilmoqchi bo'lgan Ostona Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'inining atrofliq tayyorligi va kun tartiblar muzokara qilingan. Yig'inga qatnashganlar Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar boshliqlarining qarab chiqishiga sunilgan masalalar va hujjatlarning tizimligini tasdiqlagan. Bu tashkilotning kengashiga bo'libmi Belorussiyaning Shanxay hamkorlik tashkilotiga qabul qilinishini tamomlashga alohida ahamiyat berilgan. Rossiya, Belorussiya, Qirg'iziston va O'zbekistonning diplomatiya ministrlari Wang Yi bilan ko'rishganda bir Xitoy prinsipini qo'llaydiganligini bildirib, hamkorlikni kengaytirish orqali ikki davlat munosabatini yaxshilashni umid qilganligini bildirishgan. Cumhuriyet milliy mafkurasidan terminlar. Bizga bir hukumat, o'zimizga oid bir mustaqil davlat kerak. Tarjima qilguvchi Borxon Muhammad. Yer yuzidagi insonlar nihoyatda uzoq qadim zamonlardan tortib, muayyan turdagi bir hukumat tashkillab, davlat qurib, shuning qoida nizomlari asosida yashab kelgan. Bani odam, ya'ni odam avlodining ijtimoiy ahvoliga qaralsimi, tabiat nuqtasidan uning hukumat davlatsiz yashay olishi mumkin bo'lmaydi. Kishilar orasidagi haq-huquqlarni adolat yo'li bilan muhofaza qilish, bir-birlariga zulm va tajovuz qilishiga yo'l qo'ymaslik, kuchlikning kuchsizga tajovuz qilish misoli saf vijdon nafratlanadigan va yergindigan qilmishlarni man'iy qilib cheklash, boshqarish ostidagi yurt va millat xalqni sirtdan keladigan tajovuzchilik va istilolardan himoya qilish qatorliqlar hukumatning davlatning zimmasidagi qarzdir. Bundaq bir hukumat davlatga insonlarning itoat ko'rsatmiki va albatta vojibdir. Chunki umumiy xalqning moddiy va ma'naviy manfaatlarini qo'g'dashga xizmatkor bo'lgan bir hay'atga itoat ko'rsatilganda hammaning hol ahvoli birdek xaroblikqa yuz tutishga, parishon bo'lishib, ziyon va azob uqubat keltirguchi yot bir kuchga bosh egishga majbur bo'ladi. Xullas, insonlar jamoasining bir hukumat ostiga jam bo'lishi eng avval amalga oshirishga tegishli zaruriyatlardandir. Hukumat ana shu yuqorqi adolat bilan boshqarish va tajovuzchilikdan saqlanishdan iborat ikki turli vazifani o'taydi. Hukumatni tashkil qilguvchi hay'at deganimiz nima? O'tmishdagi kishilarning zamonida yashash odati oddiy-sodda, xirisqa taqobil turishdagi chora-tadbirlarmi ko'p emas edi. Uzun bir tarixdan keyin kishilarning yashash tajribalarining borgancha mo'llashishi, turmushdagi o'zgarishlarning cho'ng'ayishiga ergishib, hukumatlarning shaklimi almashib mangdi va borgancha mukammallashib keldi. O'zimizga kelsak, inqilobimizdan avvalgi chog'larda tizginimiz faqatla shaxsiy manfaati uchunla bizni 4 putliq chorpayni ishlatgandek ishlatishdan boshqani bilmaydigan shafqatsiz zolimlarning qo'lida edi.
o'z vatanimizning islohoti va yaxshi bo'lish uchun xizmat qilishdan butunlay mahrum qilib etilgan edik. Xitoy xonadonligining istilosiga uchrashdan ilgirki davrlarimizda, ya'ni Bug'ra xonlar, Jingiz va Chag'atoy xonadonliklarining vaqtidagi mustaqil va ozodlik davrlarimizda hozirgiga selishtirganda hukumat tashkilotimiz mukammal bor edi. Vazirlar, vali, hokimlar, ishik og'aligi, g'azinachilik, divan beglik va boshqa bir qator hukumat o'rinlari bor edi. Xitoy hokimiyatining mustabidlik davrlariga qarasak, ular yo'lga qo'ygan idora shakli bizga yot, yasham tarzimizga begona bo'lgani oz deb, o'z elimiz va mavrus ota-miros vatanimizning siyosat va boshqarish ishlariga aralashishimizni taraytib, besim qilib cheklab, bizlarni insoniyat uchun eng zarur bo'lgan muhim bir ishdan yiroqlashtirib keldi. Jaholat va vahshatlik idorasi bo'lmish Xitoy hokimiyatining ta'siriga uchrashimiz tufayli ilgirki mustaqil va o'z hokimiyatimiz va chog'dagi tashkilot qurimlarimiz, hukumatchiligimiz unutilib ketdi. Alhamdulillah, mana hozir milliy ozodlik davriga qadam qo'ydik. O'z uyimizni o'zimiz tutib, o'z ishimizni o'zimiz idora qilib, xonadon aslidan o'zi bek, o'zi xon millatimizni har turli zarar va ziyon zahmatdan muhofaza qilib, millatimizning amri qayta qurish va islohoti uchun ishlash vazifasi ustimizga yuklanib turibdi. Shundoq ekan, navbatda bu oliy vazifani o'rindash uchun bizga imkonimiz yetgan doirada tartib va qoida nizomliq hukumatni milliyani tuzib chiqishimiz. Hukumatdagi har bir idora organlarga maxsus vazifadorlarni tayinlashimiz farzdir. Shundaqla har qaysi idora o'zining vazifasini ching tutib ishlab, boshqa idoralarning ishlariga chat kerib olmasdan kuchining boricha o'ziga topshirilgan xizmatni ado qilishi, zimmasidagi vazifani to'liq bilan ishlab menishi va bu borada tirishchilik ko'rsatishi farzdir. Bir vazifaga tayinlangan xodim yana bir idoradagi boshqa ishga aralashib olgan taqdirda hamma ish relsdan chiqadi, hamma tang parishon bo'ladi va bu kutilmagan falokatlarga sababchi bo'ladi. Alayliq askarlik vazifasi mamlakatni tashqi dushmanlardan qo'g'dab, vatanni muhofazat qilish uchun qurilgan bir oliy maqomdir. Askarlikka mas'ul idora o'z ishiga boqmay, boshqa bir idoraning ishi bilan mashg'ul bo'lib olsa, harbiy ishlar ojizlikqa yuz tutadi hamda mamlakatda amniyat, bexatarlik yo'qoladi. Odamzodning bexatarligi va osoyishi umumiyasi ommaning hayot kechirishiga kafolatlik qilish uchun tuzilgan hukumatni qurishdagi asli maqsadmi yo'qqa chiqadi. Mülkiy valilar, hokimlar, do'tay shanganlar, ra'iyati fuqaroning himoyasi ostidagi vatandoshlarning o'rtasidagi muomala, da'vo dasturi ishlarini to'g'ri hukm bilan bartaraf qilish, umumning huzurini buzadigan chatoqliqlarni taftish, izqo'g'lab tekshirish qilish, ommaning xotirjam kun kechirishiga kafolatlik qilish qatorliq ishlarga mukallafdir. Agar ular taqsimlangan doiradagi ishni qilmay, harbiy ishlar aralashib olsa, askarlik ishlariga daxl yetkazib qo'ydida bo'linishga yo'l ochadi, mulkiy ishlar chala qoladi. Ana shuningdek, moliya, xazina va tashqi munosabatga mas'ul idoralarmi har biri o'zining qilishga tegishli ishlarining beshida muqim turishi hukumat va davlat ishlariga uyg'undir. Takror yana deymizki, bir mamlakatni qo'lga kirgizishdan ziyoda uni idora qilib boshqarish mushkul bir ishdir. Buzmoq oson, tuzmak tez degan gap bor. Hukumati tartib va qoida nizomsiz mangan bir davlat amaliyotda hukumatsiz davlat deganlikdir. Hukumati bo'lmagan davlatda inson bo'lib tura olmaydi. Xulos qilib aytganda, noyatimi ko'p mehnat qilib, ajr singdirib, jafo mushaqqatlarni tortib, tumanlab mazlum millatimiz, xalqimizning qonlari to'kilib, ko'plagan xonadonlar, uy-joylar dushmanlar tarafidan vayron bo'lib, shuncha badallar to'lab qo'limizga qaytarib kelgan milliy davlatimizni, suyimlik vatanimizni yana qo'ldan berib qo'ymay saqlab qolish uchun qoida nizomliq, sistemlik va qoida tuzum bilan idora qilingan bir hukumat tashkiloti qurib chiqishimiz lozim. Bu fikrga binoan Sharq Turkistonning barcha o'lkalaridan iste'dodli vakillarni to'plab, kengash asosida daxli va xorijiy, harbiy va askariy, moliyaviy va adliya ministrliklari kabi idora organlarga boshqaruvchilik qilishga tayyor zotlardan tashkillangan bir oliy hukumat mahkamasi qurilsinlar. Mamlakatga har xil ishlarga mas'ul hukumat o'rinlari mazkur oliy mahkamaga qarashli cho'ng sho'balarga qarashli qilinib, shuningga bo'ysunib mas'ullar. Rais Cumhur Hazratlari bo'lsa, mazkur oliy mahkamaga raislik qilib, kengash asosida farmon inoyat qilib, yo'l yo'riq berib tursinlar. Yuqorqi oliy bosh hukumatga harbiya nazoratiga qaraydigan qilinsinlar. Vali do'taylar daxiliya bosh nazoratiga tava qilinsin. Xiroj va gumruk, boj va tamojna xodimlari moliya nazoratiga qarashli qilinsinlar. Mana shundaq har idoradagi amaldor va xizmatchilar o'ziga qarashli doiraning sirtiga chiqib ketmasdan, tuvandikilar yuqoridagilarga to'liq bo'ysunib mansunlar.
Askarlarimizning maaş qatorliq lozimliklarini bosh moliya nazoratining farmoni bilan viloyatlardagi moliya sho'balari valiylarning hamkorlashishi va himoya qilishi asosida ta'minlab turishqay. Askariy o'rinlar bevosita fuqaroyi ra'yat, avom fuqarolardan udullan bir narsa olmasdan ehtiyoji tushsa valiylarning moliya ministrligiga qarashli sho'balarga murojaat qilib, shu yerdan ehtiyojlarini qamdasin. Hukumat, davlat mana shunday tartiblar bilan, qoida nizomlar bilan idora qilinmaganda mamlakat ba'ayni to'polonchilik va parokandachilikning o'siga aylanib qoladi. Ig'ir qurbonliqlarni berib, ko'plagan mushaqqatlarni boshdan kechirib erishgan ozodlik natijalarini ko'rish nasib bo'lmay, orzu-umidlarmi yo'qqa chiqadi. Biz bo'lsak, ilgirki Jinsho'ringa o'xshash mustabid jangularning zolimlarcha boshqurishlaridan to'yib, zulm va nohaqlikqa qarshi adolat va haq-huquq talab qilib, beshimizni ko'tarib maydonga chiqqan bir millatmiz. Umumning haq-huquqini tonimaydigan tartibsiz zolim idora qilishlarga qaraganda yuqoridagi tartib nizomlar albatta ustun va yaxshi. Shunga yurt va millatimizning aminligi va baxt saodatiga kafolatlik qila oladigan bir hukumat tashkiloti, davlat sistemasi qurib chiqish orqali xalqimizga ushbu ozodlik inqilobining mevasini, natijalarini ko'rsatmikimiz zarur. İnşallah har bir ishlarimiz yaxshi holatga kelsa, shu mazlum mamlakatimiz milliy ozodlik optiqining ziyosidan, yo'riqligidan cho'ng foydalarga erishib qoladi. Bekas, egi chaqsiz g'arib millatimizmi saodat qabzini ko'rib, izzat, iqbol yayloqlarida shod-xuramlik ichida yashaydi, deydigan bir umidlarimiz bor. Manba Sharq Turkiston hayoti gazeti 10-son, 1933-yili 23-oktyabr Kashgar. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.